aynan mana shunaqangi holatlarda biz trenajyor bilan ishlashimiz kerak. Endi qarang, trenajyorimiz bo'ladigan bo'lsa bu o'tgan safar men sizlarga obzor qilishga ulgurmadim, to'g'risi. Obzorim ham chala bo'ldi. Endi hozir shu tushuntirib o'tib ketaman. Qanaqa ishlashini sizlarga. Вообще прекрасно ishlaydi. Xo'p, mana bu trenajyorimiz. Mana bu tushib yotibdi. Mana shu tushib yotgan narsaga kiradi va mana bu o'rtada dumaloq qism bor. Mana shu dumaloq qism hisobiga bu opusheniyalaringiz sizda ko'tarilishni boshlaydi. Yuradi bu ichingizda. Ichida bu sizni ko'tarib beradi opusheniyalaringiz. Aynan tushib qolgan opusheniyalar mana shu orqali ko'tariladi. Sizga to'g'ri, voy men unaqaman-ku, voy men bunaqaman-ku deyishingiz mumkin. Ishoning, agar operatsiya bo'ladigan bo'lsangiz bor, cho'ntagingizda bor pulingizni olib chiqib berasiz. Undan ko'ra bu organlaringiz asrab qolishingiz kerak. Bu organlaringiz asrab qolish uchun bu eng zo'r usul. Qarang, simbolik vashim shikarniy, juda ham chiroyli ishlangan.